19-iyun Türkgül bozorunda eriklarni narxlari bilan. Erik olib turibmisizlar axir? Nechadan baholar? 5000 so'm, 6000 so'm asal. 5000, 6000 ni olib turibsiz. Maydalar ne endi? Maydalar 3000, 4000 ga bozorni icha oladi, alt turadi. Bu chistini olib turibmiz. 8000 so'm, 7000 so'm. 7000 ni. Chiyalar ne? Chiya dekallan aytıyor. Dekallan. Chiya ayting. Chiya nechadan bersiz? Necha? 17 dan. Tut ne? 35 dan. Bugün erik ko'p. Qarallar necha so'mdan bo'ldi aka? Yashga 7 dan. Kiloga ne? Kiloga 8000 so'm, 2 kiloga 15000 beraveramiz. 2 kiloga 15000. Kiloga 8000 dan. Almalar necha so'mdan aka? Almalar 7000 so'mdan, yashga bular 5,5 so'm berdi. Yashga 5,5 dan. Şaptallar necha so'mdan ekan? 7000 dan. Kerchkana? Kerchkana 5 dan beradi. Toza chiqqan o'xshaydi, o'zimiznikimi? 5 dan, kichkinasini ne? 3 dan beradi. 3 dan. Keram ne? 4000 so'm. Pomidor sitanmi aka? Assalomu alaykum. 6000 so'm, ha? Yashga ne? Yashga 6. Bodring ne? 2,5 so'mdan. 7000 so'm keladi. Alma 5000 qo'yiladi. 5000 dan, ha? Yashga lekin. Yashga 5. Uqdim. Noshotalar necha so'm ekan? 10 ming so'mdan, ha? Piyozlar necha so'm ekan? 3 kilosi 10 ming so'm. Oqnimi? Yashillar ne? Yashillar 5 ming. Soriga. Yo'q, yo'q, tushirimiz odamlar. Chiyalar ne? Chiya 13 dan ekan. Kompot bosadiganlar uchun. Assalomu alaykum aka. Bolgarskilar necha so'mdan ekan? Baklajanlar ne? Baklajanlar 7000. Bolgarskilar 8000 dan, baklajanlar 7 dan ekan. Assalomu alaykum sestra. Uzumlar necha so'mdan ekan? 15 dan, ha? Bananlar ne? 7000 so'mdan. Shaptalar ne? 10 ming so'mdan ekan. Tarvuzlarni. Tarvuz bozoriga geldik. Tarvuzlarning bahasi necha so'mdan ekan aka? 1800 so'm. 1800 so'mdan, ha, kilosi. Arzonlabdi. Assalomu alaykum aka. Tarvuzlar nedan bo'ldi? 1800 o'ptimi 1800, ha? Yaxshi, rahmat aka. Karishkalar necha so'mdan bo'ldi aka? 4,5 dan. Xalta qolsalar ne? Xalta qolsa 3,5. Piyozlar ne? Piyozlar 1800 so'm. Setga 1800 dan. Kiloga 3 kilo 10 ming. 3 kilo 10 ming kiloga.